Uy sharoitida immunitetni oshirish usullari. Meva va sabzavotlarni ko'proq iste'mol qilish. Sarimsoq, piyoz, limon, zanjabil va asal immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Oqartirilmagan don mahsulotlari, dukkaklilar va yong'oqlarni ratsionga qo'shish yaxshi hisoblanadi. Kattalar uchun kuniga o'rtacha 1,5–2,5 litr suv ichish tavsiya etiladi. Har kuni 7–9 soat uxlash immun tizimining normal ishlashiga yordam beradi. Kuniga kamida 30 daqiqa piyoda yurish, yugurish yoki mashqlar bajarish foydalidir. Quyosh nuridan me'yorda foydalaning. D vitaminiga boy mahsulotlar, baliq, tuxum, sut mahsulotlarini iste'mol qiling. Stressni kamaytiring. Dam olish, kitob o'qish, ibodat yoki meditatsiya stressni kamaytirishga yordam beradi. Chekish va spirtli ichimliklarni cheklash yoki tark etish immunitet uchun foydalidir. Immunitetni qo'llab-quvvatlovchi tabiiy aralashma tayyorlash. 1 dona limon, 100 gram asal, 50 gram maydalangan zanjabil aralashtirib kuniga 1–2 choy qoshiq iste'mol qilish mumkin. Agar asal yoki boshqa tarkibiy qismlarga allergiya bo'lmasa, immunitetni tezda kuchaytiradigan mo'jizaviy mahsulot yoki uslub mavjud emas. Eng yaxshi natija sog'lom ovqatlanish, yetarli uyqu, jismoniy faollik va sog'lom turmush tarzining birgalikdagi ta'siri orqali erishiladi.